Xo'jayin, mumkinmi? Hisobotlar olib chiqadi. O'zingiz tekshirib berasizmi? Nimasini tekshiraman buni? Har safargidek parod qilgan. Qo'ydan tiyadimi o'zi bu ishxonaga? Xo'sh, hurmatli xodimlar, bizning kompaniyada juda ham katta yangilik bo'ldi. Bu yangilik sababchisi Alisherxon $60,000 foyda olib keldilar. Hammamiz turib olqishlab qo'yamiz. Rahmat sizga. Yomon charchadim-chi. Keldingizmi? Men aytgan narsani olib keldingizmi? Esimdan chiqib qolibdi, ertaga olib kelib beraman. Doim shunaqa. 8 yil bo'ldi. 8 yil deganda biron narsa ko'tarib emas. Na pul berasiz, na men aytgan narsani olib kelib berasiz. Shunaqa ham bo'ladimi? O'tirmizni, o'tirlarni tozalab qo'ysang bo'lmaydimi? Yarim soat oldin aytdingiz, dada, hozir yig'ishtirib beraman, suv ochmay. Tug'ilganingdan beri seni foydang tegmaydi. Nuqul zarar kunandasan. O'g'lim deganim yo'lima. Men qo'rni vosh ochqadan kirib ovqatlanib chiqamiz, yur. Bir safar san to'lab turgin, men pulim yo'q edi hozir. Sen постоянно shu ahvoldamisan? Biron marta urchat qilganmisan, men senga urchat qilaman? Gadoy. Jigar, sen do'stmassan, sen farishtasan. Qardo'ying to'lab orasan, jigarim, men sen oldingda bir qarzdorman. Men konfetingga ishlatasan. Olib qo'ygin, xo'p degan, men senga qarz emas-ku. Jigarim, addoshi rahmat.